merhaba. Bugün biz 66. qatımlıq xalqaro kitap ko'rgazmasida turibmiz. Hozir biz bilan birga Dünya Uyghur Qurultayining muavin raisi Asqarjon afandim mush qitimki bu kitap ko'rgazmasi to'g'riliq bizga ozroq tushuncha bermoqchi. Hurmat Asqarjon afandim, kitap ko'rgazmasi to'g'riliq ozroq tushuncha bergan bo'lsangiz. Anlaşımızca bu Dünya Uyghur Qurultayining raisi Uyghur Milliy ozodlik harakatining rahbari Rabia Qodir xonimning bugün bir yerde konferans oldu. Bu to'g'riliq bizga ozroq ma'lumot bergan bo'lsangiz. Ko'p rahmat, bizlarni ziyorat qilganingiz uchun. Endi degandek Frankfurt kitap yarmarkasi dunyoning eng chong yarmarkalaridan biri. Mana bu 66. qatim o'tib o'tibdi, ya'ni 66 yillarni bu yerda yarmarka o'tyapti. Bu xalqaro cho'ng bir yarmarka. Bu faqat kitap yarmarkasi bo'lish bilan qolmasdan albatta siyosiy ahamiyati g'oyatda cho'ng buniki. Her yıl bu yerga yeni çıkan kitaplar hemmisi, yani bütün bir yıl içinde çıkan kitapların hemmisi ko'rsatilmoqda. Bu yazuvchilardan so'zlab o'tkazildi. Bundan yana her yıl bir davlatni bu yerga sharaf mehmini sifatida chaqirdi. Mesela o'tgan yil Frankfurt yarmarkasidagi sharaf mehmini, yani bu yil Xitoyni sharaf mehmini sifatida chaqirdi. Bu yerga hozir bizga bergan ma'lumotlarga qaraganda 400 mingdan oshiq turda kitobning kelganligi va hozirgacha 500 mingga yaqin insonlarni ziyorat qilganligi, shundaqla bo'lib 7600 nashriyotninki bu yarmarkaga qo'shilgan ma'lumotlarni bizga berdi. Bu yerga bizning milliy rahbarimiz va bizningki Dünya Uyghur Qurultayining raisi Rabia xonim sharaf mehmoni sifatida chaqirildi. Bu yerda tunugunning yog'i, yani 3 kunlik bir vazifa bilan 3 kunlik bir siyosiy faoliyatlarni o'tkazamiz. Masalan, bugun bu yerda Rabia xonimninki ikki faoliyat bo'lmoqchi. Biri hozir soat 10:30 bilan 11:30 arasida matbuot ishini muxbirlarni kutishini o'tkazildi. Bu yerda albatta bizning vatanimizda, Sharqiy Turkistonda yozuvchilar bo'layotgan birisi kitob yozgani uchun, maqola yozgani uchun, yo bo'lmasa o'zimizning tarixni yozgani uchun, yoki she'rlar yozgani uchun hatto o'tilgan bu yerda yozuvchi sifatida hakimimizning ishlarida qatnashadi. Undan keyin yana soat 12:30dan 2gacha minbarda suhbat o'tkazildi. Bu yerda Rabia xonim sharaf mehmoni sifatida qatnashdi. Tunugun bu yarmarkani uyushtirgan organizatsiya qilganlar alaydan Rabia xonim va uning rahbariyatiga rahbarlarini sharaf mehmoni sifatida alaydan olimlar kelib o'rtada bo'lib ziyorat qilib Böyle Türkler'inki İstanbul olsun, Tayland olsun, kitap bölümlerine çıkan bulduk. Rabia xonimninki bu yerga qatnashishni oldin berish uchun Xitoy nayta qattiq kuch chiqadi. Bir oyning yog'i Xitoy hatto shu vaziyatga keldiki, Rabia xonim qatnashsa biz bunga qatnashmaymiz deb. Chunki Xitoy degandek sharaf mehmoni musofir davlat sifatida qatnashgan uchun birinchi ichilish kuniga Xitoyninki muavin prezidenti kelib qatnashdi. Shu nimaga qatnashib Rabia xonim qatnashsa ham qatnashmagan talashlar bo'lib Rabia xonimning kelishini oldin olish uchun harakatlar bo'ldi. Lekin buning Turman hududi bo'lsin, bu yarmarkani uyushtirgan kunlar bo'lsin, bo'y aymasdan ayrı biz erkin dünya bu yerda nima ishni qilib qilmaymiz, o'zimiz qaror beramiz deb Rabia xonim sharaf bilan bu muvaffaqiyat Uyg'ur da'vosining xalqaro qanchalik ko'payganligini Xitoy o'xshash bir davlatning besim ishlatib qatnashmasligi uchun oldin olish uchun harakat qilsa, nima uchun
tonuluşda. Şeref mehmini Xitayning chaqirgan bo'lsa-mu, bunga bu yerki amma va matbuot g'ayti qarshi chiqqan. Bu yerda bo'lib o'tmishi 5 iyul voqeasidan keyin Uyg'urlar vaziyatni ko'rgandan keyin bu yerda bo'lgan vahshat va qatliamni ko'rgandan keyin Maşındaq bir devletini biz bu yerdə şərəf önündə işləyişimiz doğru emas. Bu yerdə Uygurların və başqa millətlərin ki, həqiqət qadaqsanda varsa, hər qandaq qiyim, hər qandaq vahşət və qatliamlar varqan bir devletini biz qandaq şərəf nemini çağırımızda naiti qatlı narazılıqla həm xalqara təşkilatlar tərəfindən, həm de maliyatlı xalqara təşkilatlar və Uyman xalqı tərəfindən şunda ahirki həbdi və kimlərdə gözüklərdə çıxan makamlar olsun, Uyman hükümetini və bu yermenkini üyesi olanlarını tenkitler makamlar çıkmadıdır. Bu elbette Uyman xalqının bu xalqanlığı və Uygurlar doğruluğu ahirki jil və aylarda məlumatlar gəlməkini və Uygurlara istaşlıq qıvatqanlıqını ifadələydi. Şunun üçün bu bana Xitayının bütün aldığını düşünülen hareketleri karmayı bizimle ziyaret kılıp Rahmetimiz Labiye Hanım'ın şereflerini kılıp çağırdı. Belki bu şu boğan manazlıklarını biraz tanışaş için mi kılınan bir hareketler. O yüzden elbette biz bir yere 3 gün yani faaliyetli başlamamız için Hürmet kısmederlerinde çok rahmet ziyaretimiz tuttular. Doğru oldunuz. Hadi, yaxşı oldu. Anlatıp bazı yerler